egilib yozaversa kal bo'lib qolsin aytib qo'ying. Butun umrga. Men tez beraman, agar kimdagi mana shu misrani topsa 100 ming so'm oylik to'lovdan bonus beraman. Kimni she'ridan olingan misra? Qora qozon qolsa qaynovdan. Bu yerda u odamga chambarchas bog'liq odamlar o'tiribdi. 100% bilan. Mana shu she'rni yozgan odamga qora qozon qolsa qaynovdan degan, ha? Oddiy xalq. Yo'q, she'r ijodkor. Oddiy xalq yozmagan. Qora qozon qolsa qaynovdan. Qaytar bo'lsam quruq qo'lovdan. Kimni she'ri mana shu? Maladiz Navoiy demaysiz qaling. Shahzoda. Kimni she'ri? Abdulla Muhammad Yusuf. Mansur bugun yordamchi o'qituvchi shuncha tikka turibdi, bolalar to'g'ri tushunasiz, yana latorxo'rga bormaydi. Ha? Kimni she'ri? Qora qozon qolsa qaynovdan, qaytar bo'lsam quruq qo'lovdan. Topganga 100 ming so'm. Sirazi. Albatta, ichingizda chambarchas bog'liqlar bor o'sha odamga. Cho'lpondir. No. O'zim javobini aytaman. Ha, kommentda sizlardan kutib qolamiz. Kimniki? Qani toping.